kuzda mana bu yerda bitta o'zi o'tirib, tomosha qilsangiz mazza-da. Sergeli 5A Golden Life metroni shundoq yonida 3 xona, birinchi etaj 56 kvadrat metr kirib yashashga tayyor, yevro remont, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Uyimiz 99% jihozlari qoladi, ichkarini ko'ramiz. Xullas, kirib olgan bo'lsa, bu mana holimizni. Bu mana yana bitta xonasi, garderob sifatida foydalansa bo'ladi. Bu zal bo'lgan, ochib borib studiyni qilingan. Kuxnyaga kiramiz. Kuxnyada kuxonniy mebel, mana bunaqa pechlari, qovatda xolodilnik faqat olib chiqib ketyaptilar. Bu yerda mana даже moykaga, posuda moykagacha tashab ketaman deyaptilar. Gazni ham yaxshi ekan. Bu yerda mana bu narsasi uголок va konditsioner o'zining joyida qovatda tashab ketamiz deyaptilar. Bolalar yotoqxonasi. Bu yerda ham hamma narsasini qoldiryaptilar okamlar. Раздельный sanuzel. Stiralka ham qovatda va mana alohida раздельный sanuzel va kattalar yotoqxonasiga kirishimiz mumkin. Kattalar yotoqxonasida ham mebel, shkaf, televizor, hamma narsasi qovatda. Xullas uyimiz orientir shundoq metro 3-bekati yonida bo'lyapti. Yo'l yuzligidan birinchi etaj, oldi orqasida oyna bor, skvoznoy planirovka, podvalda ham joy bor ekan, uni ham tashab ketaman deyaptilar. Xullas uyimizni ipotekaga ham to'g'ri keladi. Narxi 66500. Uyni oldida ham, orqa tarafida ham mashina qo'yishga joylar bemalol, VIP. Yonida частный klinika bor, orqasida maktab bor, bog'cha bor. Xullas super joy. Bizani kuzatinglar, uch bolalar sizlar bilan.